Assalomu alaykum, Gilamlar olami YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun Xudo xolasa Marg'ilon shahar Kamiyat bozoriga yetib kelganmiz. Shu joyda gilamlar ham tanishtirib o'tamiz. Tayyor gilamlar boshlanoq ko'rsatamiz deyapti. Shunaqa videolar uchun bizga bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring. Biroq Xudo xolasa gilamlar assortimenti ko'p, nihoyatda ko'p. Bemalol kelib tanlab olsalaring. Biroq aqollarini ochib qo'yganmiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Oyatullo, xush kelibsiz aka. Aka charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Allohga shukr, rahmat. Issiqlarda mana xalq xizmatida yuribmiz aka. Mana xalqimizga manfaatli bo'lsin deb, mana yaxshi yangi gilamlardan hozirgina mana yangi partiyada hozir tushirdik. Ko'rsatishingiz mumkin, mana ko'rsating. Xo'p, bu gilamimizni razmeri ochib qo'ygan gilamimiz razmeri Oyatullo 3 ga 6 metr. 3 ga 6. Ha, bu haligi boshida aytib tushuntirib qo'yaydi. Bu hali kvadrati 45 ming, 50 ming, 70 minglik sotilayotgan gilamlardan emas bu. Bu qalin Yek firmasiniki, xomashyo Turkiya. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Keling, Oyatullo, ko'rsatib qo'ying. Mana Yek firmasiniki, uka. Ko'rsatishingiz mumkin. Xomashyo Turkiya, savmesi to'qilgan. Xo'p, bu 3 ga 6 gilamimiz o'zi asl narxi 1.600.000 so'm, 1.5 million so'm sotilgan. Hozirda aksiya 20-avgustgacha kelib, do'konimizdan cheklanmagan miqdorda xarid qilishlari mumkin 1.100.000 so'mdan. 1.100.000 so'm. Albatta, bizni YouTube va Instagram kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab turgan obunachilarimiz uchun ham tayyor shu turishi 1.100.000 so'm. Bundan tashqari boshqacha rasvetkalari ham bor albatta. Xo'p, bu gilamimiz 3 ga 5 razmerda. Yo'q, adashibman, bunisi 3 ga 4 ekan. Xo'p, bu 3 ga 4 razmerdagi gilamimiz. Xo'p, buni o'zi asl narxi 900.000 so'm, 950 ming, 1 million, oxir qadalgan 900.000 so'mgacha sotganmiz. Xo'p, hozirda aksiya narxida bunimizni ham 20-avgustgacha kelib do'konimizdan 700.000 so'mdan xarid qilishlari mumkin. Tayyor turishi. Ha, yana aytganimdek, boshida aytganimdek, bu haliga kvadratda 50 ming, 60 ming, 45 ming, 30 minglik sholcha gilamlardan emas. Ochiq gapiradigan bo'lsak. Xo'p, yana bundan tashqari Evrostilniy variantlari ham bor albatta. Mana bunisini ko'rishingiz mumkin. Buni ham ochib ko'ramiz. Hozir mana yangi pachkadan ochyapman mana. Hozir yetib keldi mana. Bunaqa gullar ham bor. Yangicha fason. Bu yangicha fason. Hozir 2026-yilda oxirgi nusxasi bo'lib turibdi. Hozircha mana shular yangilik bo'lib. Xo'p, bu razmeri ham razmeri 3 ga 5. 3 ga 5. Oxirgacha ocholmadim. Xo'p, buni 3 ga 5. Bunimiz asl eski narxi. Kvadratini aytmayman, endi butun turishini aytib qo'yaveraman, chiqarib olasizlar o'zlaring. Xo'p, buni 1.300.000, 1.400.000 so'mdan sotganmiz. Hozirda do'konimizga kelib, bemalol 900.000 so'mdan xarid qilishlari mumkin. Turishiga. Bu ham albatta butun turishi shunda 3 ga 5 razmerda do'konimizga kelib 900.000 so'mdan xarid qilishlari mumkin. Albatta, bu ham Yek firmasiniki, xomashyo Turkiya savmesi. Buni har xil rasvetkasi bor. Uchalarga faqat 3 ta rasvetka bor. Bundan tashqari siniy svetda, qizil svetda, yana kimdir yana ham ochiqrog'ini xohlaydi. U svetlarda ham bor albatta. Xilidan bor. Albatta, xilidan bor. Kelsa bemalol chiroyli qilib beraamiz va vodiy bo'ylab bemalol telefon qilishlari mumkin. Aloqaga xohlagan vaqtlaring telefon 24 ga 7 telefon qilaverasizlar. Qayerdanliklaring aytsalaring, vodiy bo'ylab bemalol chiqaveramiz. O'zingiz kelsangiz bo'ldi. Men sizni mashina qilib uyingizgacha olib borib tashab qo'yaman. Gilam bilan birga ketishaveradi. Albatta, ular besplatni. Ali, gilamning ustiga mincha pul qo'yib qo'yib, dastavkasini bepul qilib, unaqa emas. O'zini narxi qo'yiladi. O'zini narxi. Zavod narxi. Xalq maza qilsin bo'ldi. Xo'p, Oyatullo kelingda, undan tashqari albatta metrajlarimizni ham olib kelganmiz hozir. Atrofingizda 3.5 metrliklari mana. Yangiliklar emas shular. Mana mashinalarning yangilik mana. Ular hammasi yangilik. Mana bu tomoningizdagilar ham yangilik, hozir pachkada. Yangi kelgan mana. Nechta puldan mana mashinalar? 2 kvadrati. Mana shu bilan puli bir xil. Xo'p, 1 kvadrat metrini bemalol kelib do'konimizdan 70.000 so'mdan xarid qilishlari mumkin. Yana boshida aytganimdek, bu 35.000 so'm, 50.000 so'mlik kvadratli gilamlardan bas. Bemalol kelib solishtirib olaverasizlar. Unaqalarimiz ham bor albatta. Xo'p, bunaqa rasvetkalari ham bor. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Har xili, kimdir yevropeyskiy xohlaydi, yana kimdir o'zimizning milliyona, klassika xohlaydi. Xo'p, bu tomonda 4 metrli mana endi xilidan bor ekan, albatta 80 santimetrli roshkalarimiz. Xo'p, taqdim poloslarimiz ham yangilari yetib kelgan. Taqdim poloslarimiz 1 kvadrat metrini, xo'p, buni ham taqdim polosi 2 xili bo'ladi. O'zi aslida mana tushuntirib beraman hozir mana shu yerda. Xo'p, taqdim polosi 2 xili bor. 2 xili qanaqasi bor? Bo'rlik
tafting polosi bo'ladi, bo'rsiz tafting polosi bo'ladi. Bo'rligi bilan bo'rsizini qanaqa qilib ajratib olish mumkin? Bo'rligi qattiqroq bo'ladi. Qattiq bo'ladi. Bo'rligi keyinchalik ertaga yuvganda, boshqa qilganda, o'rtadagi bo'r qo'yib yuboradi. Ochilib ketish xavfi kuchli bo'ladi. Men tikib bergan taqdirimda ham kesgan joyim ochilib, uzilib ketish xavfi ko'proq bo'ladi. Farqi shunda. Farqi shunda. Xo'p, bo'rligini narxini aytay. Bo'rligini 1 kvadrat metri 45 ming so'mdan, bo'rsiz bunaqa yaxshiroqlarini 1 kvadrat metrini do'konimizdan kelib bemalol 65 ming so'mdan xarid qilishlari mumkin. 65 ming so'mdan. Xilidan bor. Albatta, buni ham 80 santimetrdan tortib, daroshkasidan tortib 4 metrligigacha bor. Daroshkasigacha bor. Albatta, hammasidan bor, yetkizib olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolasa. Hamma yo'g'i bor. Xo'p, bu tomonda ham ko'rsating-da, mana 2,5 metrliklarni olib keldik mana. Hozir o'zimiz tushirganmiz. Mana endi qo'yib ochib o'rnashtirdik. Xo'p, bundan tashqari bunaqa qalin gilomlarimiz ham kelgan. Ular ham yangilik. Albatta, bular yangilik bo'lib turibdi hozircha. Bu ham Yek firmasiniki, bular ipak. Bular ipak. Xo'p, mana etiketkasi qaysi tomon? Mana etiketkalar mana Yek firmaniki. Bexijolat. Ertaga ishlatganda tortib yormaydi, yuvganda, yo tvitlashib ketmaydi, loslashib qolmaydi, usti qatib qolmaydi. Eng muhimi shu. Bu asosan kelinlar sepiga, mehmonxonalarga, nima desa bo'ladi? O'zini qadriga yetgan odamlarga noziyroq joylarga solinadigan gilomlar. Xo'p, bularning kvadrat metrini aytib o'taman. Bularning kvadrat metri o'zi aslida xo'p, hozir men eski narxini bilaman. Eski narxi hozir adashmayotgan bo'lsam kvadrat metri 205 ming, 205 ming bilan 290 ming, 190 mingni o'rasili. Hozir gaplashdik, hozir narxlarini chiqarildi. Xo'p, bularimiz aksiya narxda hozir bemalol do'konimizdan kelib kvadratini 160 ming so'mdan xarid qilishlari mumkin. Cheklanmagan miqdorda. Buni ham gulini har xili bor. Albatta, yo'q. Bu ikkalasi boshqa narsa. Yolg'on gapirmaylik. Bu sal bunga nisbatan yupqaroq. Yengilroq varianti. Buni kvadrat metrini xo'p, sotganimiz 170 ming, 160 ming so'm, hozirda kelib do'konimizdan bemalol 105 ming so'mdan xarid qilishlari mumkin. Gap yo'q. Xo'p, albatta bu svetlarni rasvetkalar, mana bunaqa rasvetkalarni olib keldik. Undan tashqari nari tomonda yana turibdi, ko'rsatishingiz mumkin. Endi 3 metrli, 4 metrli, 5 metrligacha bor bular. 80 santimetrdan. Da, 80 santimetrdan 5 metrgacha bor hammasi. Do'konimizda assortiment o'ta ko'p. Xo'p, gullarini adashmayotgan bo'lsam, rasvetkani xillari jetta tam bir 100 xilga yaqin rasvetkamiz bor. 100 xil tanlov bor. Gulida tanlov o'ta katta. Bundan tashqari albatta yana skladlarimiz bor, albatta bundan tashqari yana joylarimiz bor. Ularda ham obunachilarimiz yaxshi bilishadi, ulardan ko'p obzor qilamiz. Xo'p, bularimiz asha hali ko'rsatganim kvadrati 70 ming so'mdan dedimi? Xo'p, ashlarda endi 3 metrli variantlari bular. 3 metrlilar. Xolasa kimdir o'zim aytmoqchi bu klassika, yana kimdir bunaqa Euro stilniy bunaqa hamma variantlar bor. Albatta da. Uylariga olib borib, kesib, chiroyli qilib solib, o'rnashtirib berishlarimiz hammasi shu 70 ming so'm kvadrat, 70 ming so'm ichida, albatta. Eslardan chiqarmasin, iltimos qilgan bo'lardim. Ko'pchilik telefon qilib, gilomingiz 70 ming so'm ekan, 70 ming so'mga gilom beraman degansiz, yo kvadratini aytuvdik, opa, yo aka deydigan bo'lsak, sallar biz aldayapsan, 70 ming so'mni qo'yyapsan. Iltimos qilaman, gapirayotgan gapimizga ozgina e'tibor berishgan. Kvadrat metrini gapiryapsiz. Kvadrat metri degani bu birga bir narsasini aytiladi. Xo'p, oyatlar bundan tashqari ba'zi ko'rsatishingiz mumkin. Mana ba'zi yana yangiliklarimiz. Xo'p, endi 3,5 magazin yangiliklar to'libdi, kelishdi. Xo'p, da, xolasalar mana hali o'tgan safar ko'rsatgan poloslarimdan ham mana yangi gullari, aytdim 35 mingdan deb. Hali ham o'shandan bor, davom etyapti. Xo'p, ba'zi 4 metrli metrajlarimiz. Xo'p, asosan mana bunisi yangilik gul bo'ldi. Juda chiroyli chiqdi. Juda chiroyli mehmonxonalarga sosiyacha chiroyli narsa chiqibdi. Pachka endi ochilibdi. Pachka da, hozir olib kelindi. Oyatlar aytayapman. Xo'p, buni ham o'sha haligida aytganimdek kvadrat metrini 210 ming, 205 ming, 190 ming so'mdan 205 ming so'mgacha sotganmiz. Hozirda kelib bemalol hali aytganimdek 160 ming so'mdan cheklanmagan miqdorda, yo'q, aksiyamiz tugadi, yo'q, tugab qoldi, qolmay qoldi, opa bunisidan qoluvdi, qimmatroq. Unaqa narsa emas. Bemalol kelib olib ketishlari cheklanmagan miqdorda topib beriladi. Xo'p, undan tashqari avvalnilar bor yana. Avvalnilarimiz assortiment juda ko'p. To'ldirib. Kimdir xohlaydi, nima qimmatroq, olib taroq narsa xohlaydi. Vot ularga o'tgan safar qo'yganmiz, ko'rganlar bo'lsa, bu faqat ipakda o'zida bo'lgan gilon. Sintetika qo'shmagan bunga. Ipak gilon, tabiiy gilon. Paxta bas, ipak. Paxtadan gilon bo'lmaydi. Ko'pchilik paxta deydi. Paxtadan gilon bo'lmaydi. Xo'p, bu ipakdan bo'lgan. Xo'p, buni o'tgan safar ham ko'rsatganman, yana bir marta ko'rsataveraman. Bu yeriga yozib ham qo'ygan.
doказательствоsi bilan mana bu yerga yozib ham qo'ygan. Qancha miqdorda nima bor, hamma yo'g'i bor. Toza ipaklikni yozib qo'ygan bu yerga. Bu ham YEK firmasiniki, xomashyosi Turkiya. Xo'p, undan tashqari yana yangi kelgan tovarlarimizdan mana bular. Mana bu stilajimizni ko'rsatishingiz mumkin. Bu ham polni yangi keldi. Ularimiz ham. Ularda ham hammasi narxi har xil. Bu haliga aytganim, buni 1 kvadrat metri 110 mingdan, buni 1 kvadrat metri xo'p, asl narxi bularimiz aytmovdim, endi tushuntirib beraman. Bularimiz asl narxi 120 ming, 130 ming so'm kvadrat sotilgan. Hozirda do'konimizdan kelib bemalol 80 ming so'mdan kvadratini olishlari mumkin. Gap yo'q. Xo'p, tepadagilari ham bunisi mana bu pastdagini kачествосida 100 ming so'm, 110 ming so'm adashib ketyapman. Tepadagi hali 160 ming so'mdan deganim bor. Zo'r. Albatta qalinroq variantda. Xo'p, bu tomonda mana ko'rsatishingiz mumkin. Bu tomonda assortiment o'ta katta. O'ta katta. Xo'p, bu gilomlar nimaga ochmaganmiz? Ochmaganimiz sababini tushuntirib o'tsam, bu gilomlar o'ta qalin, o'ta qimmat gilom. Nima desa bo'ladi? Bu yerda Eron bor, Turkiya bor. Совместный bas, primoy. Mana shu yerdan kelgan gilomlar. Xo'p, ipak, sintetika aralashmagan gilomlar. Xo'p, bitta odam o'zi aqabaqa qila olmaydigan og'ir gilomlar. Xo'p, kelishsa ochib beraverasiz. Albatta ochib ko'rsatishim mumkin. Xo'p, o'tgan safar mana bu yerda bittasini ochib ko'rsatdik. U mana уже sotilib ketibdi mana. Yo'q, ko'rinmayapti. Xo'p, undan tashqari daroshkalarimizni ham xilini olib kelib qo'yganmiz. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Kimdir komplekt xohlaydi, mana 80 dan tortib 2 metrgacha. O't xolasa kimdir bunaqa yevropeyskiy xohlaydi. Yevrostilniy ham, bunda ham albatta 80ligi ham bor. Qayerga qo'yishni bilmayman, hozir ochishib bolalar. Xo'p, 80ligidan 2 metrgacha bor. Bularimiz hozirda defitsit bo'layotgan narsa. Ya'ni 5 metrli metrajda bor. Yo'q demaymiz. Do'konlarda albatta topsa bo'ladi, lekin defitsit deganimiz sababi nima? 2 xil yo 3 xil rasvetkasi bo'ladi. 2 yo 3 xilini topadi xolos-da. Xo'p, buni ham keyin faqat qalin variantda topadi odam. Ko'p do'konlarda, ko'p odamlardan ko'p eshityapmiz, kelgan mijozlar ham ko'p aytyapti. Nimaga sizlarda arzon? Bu arzonroq varianti ko'p. Sababi nima? Sababi shuki, prosta xalq maza qilsin, xalq uchun ishlaymiz. Zo'r. Xo'p, ko'rsatishingiz mumkin. Mana bu yerda mana 70 ming so'mligi turibdi kvadrati. Kvadratni mana 160 milllari turibdi mana. Har xili turibdi. Mana 4 metrlilari. Zo'r. Shu endi asosiy assortiment shular hozircha. Bas kelishsa chiroyli qilib bemalol berar ekansizlarda. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Do'konimizda cheklanmagan miqdorda. Nimaga cheklanmagan deyapman? Ko'pchilik telefon qilib, tugab qoldi, unaqa bo'lib qoldi, bunaqa sizlarda ham shu bahonami deyapti. Yo'q, bizda unaqa bahona yo'q. Kesin topib beramiz. Qaysi biri? Uka, mana bu yerda bunaqa deyapsiz, mana mashinada menga topib bering deysa, albatta topib beramiz. Xo'p, mana bunisi ham yangilik bo'lib turdi, buni ham ko'rsatingda mana. Buni ham yangi olib keldik. Ko'pchilik juda suydi buni ham. Bundan ham juda ko'p sotdik. Bularda endi ko'pincha asosan divanda atrofga, spalnilarga, keldilar uyga. Kichkina katta qilib albatta, hammasidan bor. 2,5 metrli, 3 metrligacha bor. Bir xilda qilib solaman deyishadigan bo'lsa, xo'p, skidkalarimizdagi hali 50% skidkadagi gilomlarimiz albatta tashqarida turibdi. Ularni ham kelib bemalol olib ketishlari mumkin. Kvadratda 40 ming so'mdan, yo'q, 20 ming so'mdan 100 ming so'mgacha bor. 100 ming so'mlik ham eng qalin gilomlar, haligi 170 ming, 180 ming deyapman-ku. Ularning sababi nima? Sababi nima? Ko'pchilik o'ylanadi, nimaga ichkarida qimmat, tashqaridagini arzon deyapsan deydi. Xo'p, sababi shuki, tashqarida qolganlar ozgina qolgan. Oxiri qolgan. Agar men ichkarida olib ushab turaversak uni, meni ostatkam ko'payadi. Ostatka ko'paygandan ko'ra olib chiqib sotadigan bo'lsa, ham o'zimga foyda, ham xalqqa foyda. Ham to'g'ri, bitta xalqqa da yolg'on gapirmaylik. O'zim foydalanyapman. Men nimadan qutulib olyapman? Laxtaydan qutulib olyapman. Ostatkam ko'paymayapti, xolos. Farqi shunda, xolos. Xo'p, undan tashqari men ushab turgan narsangizni ham bir ko'rsating-da. Bu hozir juda kamyob narsa bu. Juda kamyob narsa. Xo'p, bu narsamiz nima? Bu narsamiz orqasi rezinoviy bo'lib, asosan hammomlar uchun. Spesialni chiqarilgan, spesialni pod zakaz kelgan narsa bu aka. Xo'p, bularimiz ham 80 santimetrdan 2,5 metrgacha mavjud. Bemalol kelib olishlari mumkin. Oyatullo bemalol do'konimizga kelib xarid qilishlari mumkin. Avval aytganimdek, dastavka xizmatlarimiz mavjud. Ves vodiy bo'ylab o'zi yetib kelsa bo'ldi. O'zi mana shu yerga kelib olsa, poputda keladimi, o'zlarining mashinasida keladi, o'zlari kelsa, gilomlari bilan o'zlarini albatta dastavkaga olib borib beramiz. Ularimiz besplatni. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Marg'ilon shahar kombinat bozori ichkarisida. Tilla bozordan kirganda chap qo'ldagi birinchi do'kon. Hammalaringni gilamlar oramida kutib qolaman. Muzika alohida tema, xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Albatta, endi telefon bo'lib qoldi, ming bor uzr. Uydalar ekan.
albatta hammalarni kutib qolamiz. Kelishib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video oxirida manzil ketadi. Manzilimiz Kaminat kartinkasi, Kaminat kirketi o'rishaga kirganimizdan keyin bu yerda bayram shashixonasi bor, bu yerda Saxovat market bor. Saxovat marketdan aka to'g'ri ketganingizda chap qo'ldagi gilam magazinda skidkalar davom etyapti. Mana shu yo'ldan kelganlarda mana kelyapsizlar, aka bu yerda butkamiz bor. Aka butkamizda shuni chap qo'lga bitta bir o'rganingizdan keyin aka mana bizlarga gilam mazamiz, masjidda skidkalari, bombalari, zo'rlari bo'lyapti.